telefonimizni narxi xarakteristikasiga mos kelganligi uchun ham bu telefonni sizlarga tavsiya beraman. Displeyi kattagina IPS LCD 6U7 dyuym. Частота обновления kadri 120 Hz ni podдержка qiladi. Menga yana bir yoqqan taraflardan bu albatta telefonimizning dizayni juda ham noodatiy va chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Orqa korpusi plastikdan, ya'ni polikarbonat materialdan foydalanilgan. Kamerasi ikkita 48 megapikselni podдержка qiladi. Protsessorimizga MediaTek Helio G81 chipi joylashtirilgan. To'g'ri, bu uncha qimmat yoki jaya zo'r protsessor emas, lekin o'zini narxiga stoyishi va kundalik ehtiyojlar uchun bemalol yetib beradi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, har qanaqa Androidlarda bilasizlar, batareyasidan уже hozirgi kunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi va bu telefonimizda ham 5000 mAh batareya joylashtirilgan va bu sizlarga bemalol bir kunga yetib beradi degan. Agarda o'yinlar o'ynayman desanglar, telefonimizda bemalol 5 soatdan 6 soatgacha o'ynasanglar bo'ladi. Ana endi kameramizga batafsil to'xtalib o'tsak, telefonimizda video olayotganinglarda 4K yoki 8K formati albatta mavjud bo'lmaydi. 1080 razresheniyada 30 ta kadrda videoga ola olasizlar. Hamda avtofokus va stabilizatsiyasi ham mavjud emas. Rasmga 48 megapikselda rasmga tushadi. Albatta telefonimiz PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty Mobile, shunga o'xshash barcha og'ir o'yinlarda 45 FPS ni ochib beradi va giroskopi ham ishlaydi. Agarda telefoningizda FPS past bo'lsa, qotayotgan bo'lsa, salyut umuman bo'lmaydigan bo'lsa, Telegram kanalimdan optimizatsiya, 120 FPS va shunga o'xshash barcha narsalarni arzon narxlarga qildirib olsangiz bo'ladi. Telegram kanalim ekranga